Uydagilarning ishonchini yo'qotdim, yon atrofdagi do'stlarim ishonchini yo'qotdim. Men ota-onamga isbotlayman, yutqizganlarimni qaytarib olaman deb o'zini aldab yurgan insonlar haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Har bir qimorboz, ya'ni qimorga qaram inson o'zi qarzdorlik muammosi bor va kreditlar olgan, kreditlarni vaqtida to'lamayapti. Unisiga yetmaganning uydagilarni muomalasi, ya'ni misol telefon qilib yoki uyga kelganda yana nima qilib qo'yding, o'ynadingmi, rasvo qilding, hammasini barbod qilding, seni shunaqa tarbiya qildimmi deb ota-onani xavotiri ham o'rinli, ammo shu gaplar farzandiga o'ynash istagini yana beradi. Chunki unda men onamga isbotlayman. O'zi shundoq ham ishonchini yo'qotdim. Shu katta summalar yutib olib, qarzlarimni yopaman deb men onamga isbotlayman deb shu onasi bilan ham gaplashishni xohlamaydi. Shu bitta onasini tergashi uni yana o'yinga intiltiradi. Chunki u boshida xayolida qimor bo'lib qolgandan keyin hech kimni gapi yoqmaydi, o'zini o'zi yolg'iz his qiladi, o'zini o'zi ichidan yemirishni boshlab yuradi-da u. Shuning uchun men ota-onalarga maslahat berardim. To'g'ri, farzand haqida xavotir olishi, farzandni o'ylashi, farzand qimorbor bo'lishini istamaydi. Chunki farzandini kech bo'lsa ham qimorbozligini bilgandan keyin u farzandini o'zi urush beradi. Endi bir marta qarzlarni yopadi. Shu mening maslahatim, qarzlarni yopmaslik. Chunki siz farzandingizni qarzini yopasiz, qarzini yopganingizdan keyin uni kredit tarifi yana yangilanadi. Misol siz bitta kreditini yopdingiz 100 million, endi uni kredit tarifi yangilandi, u yana kredit olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Endi 100 million emas, unga 200 million tavsiya qilishadi. U shu pullarni olib, men yutqizilganlarni qaytarib olaman deb yana qarzga kiradi, yana botqoqlik, yana qarzdorlik botqog'i. Ikkinchidan, shu farzandni to'g'ri uni kontrol, nazorat misol qilish kerak. Chunki uni xayoli faqat qimor bo'lib qolgan, u ham siz bilan gaplashmayapti, ammo unga to'g'ri tushuntirish kerak. Misol qimor oqibatlari nimaga olib keladi? Misol YouTube'dagi qandaydir videolarni ko'rsatish kerak va unga aytish kerak, bu yo'ldan chiqish yo'li bor, bundan chiqqanlar bor, men senga ishonaman, hayotingni o'zing qutqar. Ya'ni misol sen hozir o'ynab turibsan, maqsading yutish, sen yutolmaysan, shuni bir narsani tushuntirish kerak-da farzandga. Keyin ota-onalarga men to'g'risini aytaman, hozir nafaqat o'g'il bolalar, qiz bolalar ham uje Instagramda o'tiradi, Instagramdan reklamalarga ko'zi tushadi. Reklamalarda ya'ni aldanib qolish vaziyatlari juda ko'p bo'lmoqda. Oxirgi paytda murojaatlar qilmoqda. Shu oson pul topish, internetdan daromad degan reklamalarga aldanib, o'sha kazino bo'ladimi, qandaydir bukmekerlik kontoralariga kirib, shu yerdan oson pul yutishni orzu qilib, ammo qarzdorlik botqog'iga uchramoqdalar. Demak, aziz do'stlar, aziz ota-onalar, farzandlaringiz bilan to'g'ri munosabatda, to'g'ri muomala qilishni o'rganishimiz kerak. Ularni to'g'ri yo'naltirib bilishimiz kerak. To'g'ri, hozir u farzandingiz sizni mahalla, ko'y, yon atrofda sizni obro'yingizni, sizni ko'z yoshlaringizga sabab bo'lmoqda, qarzdorlik botqog'iga olib kelmoqda. Shuning uchun farzandingizga to'g'ri yo'nalish bering, to'g'ri maslahatlar bering. Agar juda ham o'zi xayoli qimor bo'lib ketgan bo'lsa, kerakli mutaxassislarga yo'naltirish kerak, psixoterapevtga yoki psixologga uchratish kerak. Shu tartibda bu ludomaniya kasalligi bilan kurashsa bo'ladi. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiring. Ko'rishguncha.